tortib olmasdan bir xil tarzda ipni tortib olsanglar ishinglar chiroyli bo'ladi. Mana buni ham mana 1 2 3 oxirgi 3-chi stolbikidan naketsiz ikkitasini bitta qilib olamiz. Mana qizlar, oyog'imizni tegi hosil bo'ldi. Mana ko'ringlar. Endi keyingi anaqamiz mana qizlar, mana ko'ringlar. Keyingi chokimizni mana tegiga mana bu yoni anaqa qilib to'qib chiqaramiz. Bu yoqqa tepaga qayrilib chiqish kerak. Mana qizlar ko'ryapsizlarmi? Mana yog'ini to'qiymiz. Mana yog'ini to'qiymiz. Mana uning uchun bitta chok olamiz. Mana bitta yarim chok to'qiymiz qizlar. Yarim chok to'qib qayrilish uchun nima qilamiz? Qaranglar, mana shu tomonda mana shu teshigi bor. Mana ko'rdinglar? Mana shu yerdan mana qilib to'qiymiz. Mana yarim chok. Mana bir, mana qaranglar. Mana bo'tga kirgizamiz. Ko'ryapsizlar? Mana yarim chok qilib gir aylantirib qizlar to'qib chiqaramiz. Yarim chok mana qaranglar. Mana o'zi mana hammasi ko'rinib turibdi. Mana tepadagi teshigi qizlar. Hozir ko'rsataman yana. Mana qaranglar qizlar. Mana mashtga tiqilib ketaveradi. Mashtdan bo'tga emas. Mana bo'tga emas. Mana o'zi ko'rinib turibdi. Mana bu yoqqa qizlar. Mana shunaqa qilib oxirigacha bir aylanib mana to'qiymiz qizlar. Mana shuni pinyetkamizni yuqori tomonga qarab to'qilishni boshlaydi. Mana ko'ringlar qizlar. Mana oxirigacha mana shunaqa qilib mana to'qiymiz. Mana ko'ryapsizlarmi? Mana shunaqa qilib mana oxirigacha mana shu yerda uchrashamiz qizlar. Mana qizlar, polustolbik qilib aylantirib chiqdik. Mana endi oxirisiga keldim. Oxirisini mana olaman qizlar. Mana to'qidim. Endi birlashtiramiz. Boshda boshlagan joyimizda mana polustolbikni mana birlashtiramiz. Mana qizlar. Mana birlashtiramiz. Endi bo'lsa ikkita zanjir ko'taramiz tepaga. Mana qaranglar qizlar, nima hosil bo'ldi. Mana qaranglar, mana cheti o'zi qayrilib tepaga ko'tarilishi sizlarga mana polustolbik bilan mana ko'rsatib o'tdim. Mana bu endi shu bilan bitta naketli chok to'qib boramiz. Birinchi mana to'qib boramiz. Mana shunaqa hosil bo'ldi. Mana ikkita zanjir oldim. Naket qilamiz. Bu butun stolbikli chokimiz bo'ladi. Mana boshladik qizlar. Mana bir aylantirib chiqamiz endi. Har bitta teshikdan bittadan ip ilib olamiz qizlar. Mana oxirigacha shu yo'sinda oxirigacha aylantirib to'qiymiz. Mana ko'ryapsizlarmi? O'zi ko'rinib turibdi mana teshiklari. Mana qaranglar. Mana 1 2 3 4 mana bular bo'lsa mana pinyetkamizni tegi mana ko'ryapsizlarmi? Endi tepaga qarab to'qishni boshlaymiz. Mana mashtdan aylantirib mana mashtgacha kelasizlar qizlar. Mana qizlar, yana endi yetib keldik. Bir aylantirib yana boshiga kelganimda to'xtadim sizlarga ko'rsatish uchun. Mana qaranglar, endi bularni bir-biriga ulaymiz. Mana qaranglar. Olamiz stolbik naketi bilan mana olamiz. Mana to'qiymiz. Endi birlashtiramiz. Mana oxiriga keldik. Mana 1 2 3 uchinchi eng yuqori chokka ulaymiz naketsiz. Mana ko'rdinglarmi qizlar? Mana teg hosil bo'ldi hammasi. Endi oldini to'qishni boshlaymiz. Har oldiga kelganda qizlar, oldiga kelganda qisqartirishni boshlaymiz. Qanaqa?
mana qaranglar, har 3 ta olganda birinchidan belgi qo'yib olamiz. Ruschasiga marker deyiladi. Mana qizlar, mana bunaqa marker. Agar markeringlar bo'lmasa, shart emas bu. Bitta ipni olasizlar, olib bundoq qilib chiqarib olasizlar. Mana bu yoqqa belgi qilib bundoq. Mana shunaqa ipdan ozgina kesib olib, bundoq qilib chiqarib olasizlar. Kurchokdan o'sha ipni shu yerda qoldirasizlar. Nimaga? Sizlarga belgi bo'lish uchun. Mana qaranglar. Mana shuni to'g'risidan bu yog'iga ham, mana bu yog'iga ham mana qaranglar, belgi qo'yib olamiz. Mana belgi qo'yib oldim. Sizlar ham belgi qo'yib olasizlar. Nimaga? Har mashqlik kelganda 3 tani ikkita qilib chiqarasizlar. Hozir sizlarga ko'rsataman uni. Mana marhamat, boshladik qizlar. Mana qarab, diqqat bilan qaranglar bunisiga. Mana 2 ta zanjir nakit olamiz. Mana bu bitta bo'ladi. Mana bu yog'iga mana 1 2 mana bitta.